Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqanыңlar tarix ve bugün sahibimiz. Mikrofon aldıdı mən ümidvar sizler bilen birge. Tarix ve bugün sahibimizin bugün kısmında Uygurlar ve Uygur rayonunda besip ötken siyasi musabınları ve ait hazırlanan programma diqqətinizdə buludu. Kəni mərhəmət, diqqətinizlə tarix ve bugün sahibimizde bolsun. Mening O'zbekistondagi Uyg'urlarning tarixi va bugungi ahvoli haqida sistemalik tadqiqot elib berib, ilmiy faoliyatlarimning asos qismini O'zbekiston Uyg'urlariga bag'ishlashimga sabab bo'lgan dastlabki ilhom bulug'i mening asli 150 yillar ilgari ko'chib kelgan Qashqarliklarning avlodi bo'lishimdir, deydi O'zbekiston va xalqaro Uyg'urshunoslik tadqiqoti sohasida ko'zga ko'ringan yosh olim Bahramjon Qaynazarov apandi. Qo'limdagi O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasi Uyg'urlarning tarixi va bugun nomli ingliz tilidagi kitobni varaqlab o'tirib, mazkur ilmiy tadqiqot asarining muallifi Toshkent shahridagi O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakultetining dotsenti, tarix fanlari doktori Bahramjon Qaynazarovga murojaat qilganimda, u o'zining O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasining tarixiy taraqqiyot musofirlari ve bugünkü ahvallar hakkında köp yıllar tadqiqot elib berishiga sabab bo'lgan omillar haqida bayon qildi. Bu Uyg'urlar tarixini o'rganishga yoshlikdan qiziqqanman. Magistraturaga kirgan paytim magistrlik dissertatsiyasini yozish uchun ko'plab mavzularni taklif qilishgan. Ular orasida kam o'rganilgan bo'lganligi uchun O'zbekistondagi Uyg'urlar tarixi haqida ilmiy tadqiqot ishini olib borishni niyat qilganman. Undan tashqari o'sha o'zim aytganimizdek, Ahmadbek men yashab turgan Shahrixon tumanidagi nohiyasidagi Ahmadbek qishlog'iga bundan 1,5 asr avval o'sha Sharqiy Turkistondagi Yoqubbek davlati qulaganidan keyin o'sha yerdan aholi ko'chib kelib, ko'pchiligi o'rnashgan. Hozirgi kungacha o'sha o'zini qashqarlikman deb hisoblaydigan yoshi cho'nglar ko'plab yashaydi. O'zimni momam o'sha katta otalarimiz ham o'sha qashqarlik bo'lgan. Bular ham o'sha O'zbekistondagi Uyg'urlar tarixini o'rganishimga bir katta turtki bo'lgan. O'rta Osiyo Cumhuriyetlaridagi Uyg'urlar 70 yilga yaqin vaqtdan buyon Xitoy tarafidan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan nom ostida, ammo xalqarada Sharqiy Turkistonmi deb atilib kelayotgan bu zaminning sirtidagi Uyg'urlarning eng ko'p va eng muhim qismidir. Ana shu Uyg'urlarning bir qismi bo'lgan O'zbekiston Uyg'urlarining tarixi musofirlari va bugungi ahvoli texim o'zgacha va qiziqarli hisoblandi. Buningdagi kishining diqqatini tortadigan muhim nuqta Farg'ona vodisini o'z ichiga olgan rayonlardagi nayt zo'r sondagi qashqarliklar deb atalgan Uyg'urlarning yerlik aholilar, ya'ni o'zbeklarga singishib tamoman degidek o'zbeklashib ketishi. Lekin o'zlari yashagan keng joylarda asli Qashqar, Otush va boshqa joylarning nomlarini hozirgacha saqlab qolishidir. Haqiqatan Andijon, Marg'ilon, Farg'ona viloyatlarida Uyg'ur yezalari, qishloqlari nomlari ko'p saqlanib qolgan. Pushmon, Otush, Do'lan, ayniqsa Qashqar to'pi, Qashqar mahalla, Qashqar qishloq kabi Uyg'urcha nomlar ko'p uchraydi. Undan tashqari mana Shahrixonda Cho'ja qishlog'i bor. Cho'ja qishlog'i ham aholi ko'p yashaydigan Uyg'ur qishloqlaridan hisoblanadi. Ularning nomlari hozir ham saqlanib qolgan. Ularning aholisini yosh kattalar, yosh cho'nglar o'zlarini Qashqarlik deb aytishadi. Ularni so'zlashlarida, ularni talaffuzida Uyg'urcha qashqarcha so'zlar hozirgachami ishlatiladi. Qashqarlik ekanligini biladi. Undan tashqari oxunlar deb bir-biriga nisbatan ishlatiladi. Ergashoxun, yo'ldashoxun, qo'ldashoxun, oxunlar deb turib, yosh kattalar, yosh cho'nglar ko'proq bu o'zini qashqarligi ekanini biladi. Yoshlarmi ayrimlari biladi, lekin ko'proq keyingi yosh avlod qashqarlikmiz degan narsani ko'proq unutib yuborgan. Qashqarga kelgan sobiq Charusiya harbiy siyosiy razvedkasi ofitseri, ataqliq etnograf va olim Cho'qon Valixonov 1860-yillarda o'zining Qashqariya haqidagi doklad xarakterlik asarda Qo'qon xonlik tavasidagi Andijon, Shahrixon va boshqa joylarda 300 mingdan ortiq qashqarlik do'lonliklar, ya'ni Uyg'urlar yashaydiganligini qayd qilgan.
Lekin 1877 yili Yaqub Bek rahbarligidagi 7 shahar davlati Manju Xitoy qo'shinlari tarafidan ag'dirilish bilan Qashqariyadan yana zo'r sondagi Uyg'urlar orqadan Farg'ona vodillariga ommaviy ravishda qochib chiqqan edi. Bundaq kollektiv va tarqoq holatda Qashqariyadan Anjon, Marg'ilon va boshqa joylarga ko'chish, ishlash va savdo ishlari bilan kelish toki 20-asrning boshlarigacha to'xtovsiz davomlashgan. Rossiya tarixshunosi professor Sergey Abashinning kitobida qayd qilinishicha, 19-asrning oxirigacha asli Farg'ona vodisi aholisining 20dan ko'pragi qashqarliklar bo'lishi kerak edi. Lekin 1898-yildagi Rossiya statistikasida bu qashqarliklarning soni nihoyat oz ko'rsatilgan. 1920-30 yillarda shuncha ko'p Uyg'urlar yana ozlash, o'zgarish to'lqiniga duch kelgan. Doktor Bahramjon Qaynazarov o'z kitobi O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasida Uyg'urlarning mana shu 19-asrlardan boshlangan va toki 1930-yillargacha bo'lgan ko'chish, o'rinlashish, tarqalish, shuningdek o'zbeklashish jarayonini atrofliq yoritgan edi. Haqiqatan Cho'qon Valixonov ma'lumotlari bo'yicha 19-asrning oxirlarida O'zbekistondagi Uyg'urlar soni qariyb 300 mingga yetadi deb aytilgan. 20-asrning boshidagi ma'lumotlarda ham 350-400 ming O'zbekistonda Uyg'urlar yashaganligi arxiv hujjatlarida qayd qilinadi. 25-yildan keyin O'zbekiston O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda hududiy chegaralanish o'tkazilgandan keyin O'zbekiston SSR tashkil qilinadi. O'zbekiston SSRda ham boshqa turli xil xalqlar singari Uyg'urlar ham bu yerda tubjoy aholi sifatida ro'yxatga olinadi. Endi bu narsa aholini soni kam ko'rsatilishi bu Uyg'urlarni kamayib ketishi emas. Aslida Uyg'urlar soni ziq bo'lgan, ko'p bo'lgan. Lekin o'sha aholini ro'yxatga olishda boshqa millatlar singari boshqa tubjoy Uyg'urlar ham ko'pi o'zbek sifatida ro'yxatga olingan. Bu narsalar bo'lgan. Keyinchalik o'sha paytda O'zbekiston SSR tashkil topgandan keyin tashviqot, targ'ibot ishlari bo'lib, bitta davlat, bitta respublika bo'lishi kerak, bitta xalq bo'lishi kerak degan targ'ibot ishlari olib borilgan. Bu narsalar ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Endi 1930-yillarga, 37-yillarga kelib, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda ham qatag'onlar davri boshlanadi. Ko'plab o'zbekistonliklar qatag'on qilinadi. Shu jumladan Uyg'urlarga ham ishonchsizlik bo'lib, ularni Xitoy josusi, Yapon josusi ayblovi bilan ularni qamoqqa olish ishlari boshlanadi. Bu narsa keyinchalik Shen Shitsay bilan Sovet ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarni sovg'alashganidan keyin avj oladi. Natijada ko'plab Uyg'urlar o'zini jonini saqlab qolish uchun, qatag'onlarga uchramaslik uchun o'zbek deb yozish jarayonlari nihoyatda ko'payib ketadi. O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasi nomli 200 betlik mazkur ilmiy tadqiqot kitobi 15 paragrafdan tuzilgan bo'lib, 2023-yili Global nashriyat tarafidan ingliz tilida nashr qilinib, xalqaro tarqatildi. Asarda O'zbekiston Jumhuriyatidagi Uyg'urlarning tarixiy kelib chiqishi, taraqqiyot jarayoni, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat qurilmasi, nopus o'zgarish jarayoni va boshqa ko'plagan masalalar atrofli ham umumyuzlik yo'ritilishga tirishilgan. Bo'libmi avtor bu mazmunlarni yoritish uchun 2008-yildan e'tiboran tekshirish va tadqiqot olib borgan. Navbatda O'rta Osiyo Jumhuriyatlaridagi Uyg'urlarning shu jumhuriyatlardagi yerliklik masalasi to'liq muhim, nozik tema bo'lib hisoblandi. Uyg'urlar hozir O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlat salohiyatidagi asldagi Turkiston yoki Markaziy Osiyo rayonining yerlik aholisimi yoki bu joylarga Uyg'ur eli, ya'ni Sharqiy Turkistondan ko'chib kelib yerlashgan xalqmi? Sovet davridan tortib bu jumhuriyatlardagi Uyg'urlarni ko'chib kelgan xalq degan yakun chiqarilgan edi. Lekin doktor Bahramjon Qaynazarov apandi kitobida O'zbekistondagi Uyg'urlar qadimdan tortib bu zaminlarda yashab kelgan degan ideya bilan O'zbekiston Uyg'urlari tarixini boshlagan. O'zbekistondagi Uyg'urlarning tarixiy jarayoni
haqiqatdan 19-asrdan Qo'qon xonligi davridan emas, balki qadimgi davrdan boshlab yoritilgan. Bunda menga O'zbekistondagi eng taniqli atoqli uyg'urshunos olim Abdullahat Xo'jayev o'zini Uyg'urlar tarixi bo'yicha olib borgan tadqiqotlari, yozgan kitoblari orqali yordam berdi. Maqsadimiz ko'rsatib berish ediki, Uyg'urlar qadimgi turkiy xalq va ular Markaziy Osiyoda ko'chib yashaganlarligini biz ko'rsatib berishni niyat qilgandik. Bahramjon Qaynazarovning ilmiy rahbari O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutidagi yetakchi olim, tarixshunos professor Abdullahat Xo'jayev Bahramjonning O'zbekistondagi Uyg'urlar haqidagi mazkur ilmiy asarining bu sohadagi tunji va ilmiy qimmati yuqori asar ekanligini muayyanlashtirdi. Bahramjonning kitobida O'zbekiston Uyg'urlarining hayoti, hozirgi davri, o'tmish hayoti, ularning rivojlanishi, o'zbek Uyg'ur munosabatlariga oid bir qator masalalar yoritib berilgan. Shuning uchun bu kitob qiziqarli ham muhim Uyg'urlar tarixi uchun bo'libmi O'zbekiston Uyg'urlarining tarixi, hayoti haqidagi muhim bir asar deb baholash mumkin. Bu kitob bilan tanishgan odam hali yuqorida biz sanab o'tilgan masalalar haqida batafsilroq ma'lumot olishi mumkin deb o'ylayman. Professor Abdullahat Xo'jayevning yakunicha Bahramjonning mazkur asarda o'ttirib qo'yilgan Uyg'urlarning O'rta Osiyodagi tarixini qadimdan boshlash ko'z qarashi tamoman tarixiy reallikka uyg'un. Bahramjon Qaynazarovning ingliz tilida nashr etilgan bu kitobi O'zbekiston Uyg'urlarining tarixiga oid yozilgan birinchi ilmiy asari hisoblanadi. Bu chuqur bir tahlil elib berish asosida yozilgan. Shu tadqiqot asosida Bahramjon ham birinchi tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'lgan. Bu asarda nihoyatda muhim xalqimiz orasida kam ma'lumot bor bo'lgan, ko'pchilik xabarsiz bo'lgan bir qator masalalar ustida so'z yuritiladi. Bu masala ilmiy asosda yoritib beriladi. Bo'libmi Bahramjon asarida O'zbekistonda yashayotgan Uyg'urlarni nihoyatda qadimdan bu yerda Uyg'urlar o'zbeklar bilan birga yashaganligi, ya'ni o'zbeklarning tarkibiga Uyg'urlarning ko'p kirib ketganligi haqida ham so'z yuritadi. 19-asrning o'rtalarida 300 ming bo'lgan Qashqarlik Uyg'urlar 160 yillardan keyin O'zbekistonda zodi qanchalik sonda? Bu hozirgacha aniqsiz bo'lib, 1989-yili Sovet hukumatining nüfus ma'lumotida O'zbekistonda 36 ming Uyg'ur yashaydiganligi qayd qilingan. 2000-yili bo'lsa 20 ming Uyg'ur yashaydiganligi aytilgan. Uningdan keyin O'zbekistondagi Uyg'urlarning rasmiy nüfusi bekitilmagan bo'lib, turli taxmin qarashlar bor. Undaqda 150 yillardan buyon asli Farg'ona vodisini o'z ichiga olgan O'zbekistonda 300 ming bo'lgan bu Uyg'ur ko'payib bir qancha million bo'lish kerak deb faraz qilingan ahvolda bu Uyg'urlar ne ketdi? Bahramjon Qaynazarov apandining aytishicha, demak ular o'zbeklarga singishib ketgan bo'lib, O'zbekistonning 20-asrda Uyg'urlarning madaniyat, ijtimoiy hayotida qoldirgan ta'siri nihoyatda cho'ng. O'zbekistondagi Uyg'urlar o'zbek millatining milliy siyosiy jihatdan shakllanishi va rivojlanishi, milliy siyosiy ham madaniy hayotida zo'r rol o'ynagan. Shuningdek, Sovet O'zbekiston Jumhuriyatining qurilishi, rivojlanishi va boshqa madaniyat, san'at ham ilm-fan ishlariga aktiv qatnashib, bu sohada o'z o'rnini tiklagan edi. Ular orasidan ko'plagan mashhur davlat, ilm-fan, madaniyat, san'at arboblari yetishib chiqqan. Uyg'urlar O'zbekistonda asli ko'p bo'lishga tegishli rayonlar Andijon, Marg'ilon, Farg'ona viloyatlari, shuningdek Toshkent shahri va uning atrofidir. Doktor Bahramjon Qaynazarovning O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasi tarixi va bugungi ahvoli nomli kitobi O'zbekistondagi Uyg'urlar haqidagi ilmiy qamus xarakterli bir asar hisoblandi. Hürmetli dostlar, yuqorida sizlar tarix va bugun saytimiz bilan tanishdinglar. Xayr xo'sh, bu programmani Umidvor hozirladi.